Allambalo kosmetiklarni qo'llab chaplab tashlashingiz bu sizni tezroq yuz teringiz qarib ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha, misol uchun, san'atkorlar yoki xonandalar sizni ko'z oldingizga bezgrim ko'rinishga harakat qilmaydi-da, ko'rinmaslikka harakat qiladi. Ya'ni yuziga turli-tuman chaplangan bo'yoqlar qilgan holatda ko'rinadi. Ularni yaqindan ko'rsangiz qo'rqinchli bo'lib yotadi. Va shu yuzga suradigan turli-tuman atir-upalar, makiyajlar, har xil makiyajlar bular yuzni nafas olishdan bo'g'ib qo'yadi. Yuzingiz qanchalik nafas olishdan bo'g'ilsa, u shunchalik tez qariydi. Shuning uchun maksimal darajada yuzingizga turli-tuman kosmetikalarni yaqinlashtirmaslikka harakat qiling va albatta bolalikdan qizlaringizni bo'yanmaslikka undab boring. Tabiiy chiroyini saqlab turish bu doim yosh ko'rinishga yordam beradi. Misol uchun aytganda, siz turli-tuman har xil kosmetikalarni chaplab tashlasangiz, bu toksik jihatdan hamyoviy modda bo'lib, yuz terisiga ta'sir ko'rsatadi. Natijada uni moddalar almashuv jarayonida putur yetadi. Kosmetikalarni bilasiz, allambalo har xil ximikat moddalardan tayyorlanadi. Ayniqsa bozorlarda juda ko'pchiligingiz optimlardan olasiz. Qandaydir misol uchun brendlar olgan taqdiringizda ham baribir ximikat. Kosmetikadan qancha kam foydalansangiz, shuncha teringiz yoshligini saqlab turadi. Chet elda, Amerikada, Rossiyada bir e'tibor berib qaraganmisiz? 90% ayollari kosmetikadan foydalanmaydi. Tabiiy go'zal yuradi va faqatgina ozgina yonoqlariga qizil rang berishi mumkin, sal-sal pomada bilan. Bundan tashqari ozgina qora mana shu qoshini yoki u-bu joylarini, chertalarini bildirib turadigan chizib qo'yishi mumkin. Qolgan yuzlari bez, pudra, bez qandaydir kremlarsiz tabiiy o'zini saqlab turganligini doim ta'minlab yuradi. Shuning uchun ham ular yosh ko'rinadi. Amerikankalar, mana Rossiyankalari bir yaqindan ko'rsangiz, yuzi tirsillab yoshligini saqlab turadi. Ular chunki ximikatlardan kam foydalanadi. Ya'ni ximikat kosmetikalardan chaplab suravermaydi. Biznikilar 18 ga to'lmasdan chaplashni boshlaydi va 30 yoshida, 25 yoshida xuddi 40-45 yoshli ayol kabi qari ko'rinadi. Demak, bunday narsalardan ham biz olis yurishimiz kerak. Hisobimizda urologik ma'lumotlar qayerda deb so'raganlar, u harfiga kirasiz, urologiya bo'limiga kirasiz. Barcha mana urologik ayollarga, erkaklarga tegishli bo'lgan masalalar, o't, uydo kasallikka tarif, ma'lumotlar, sabablar, davosi, retseptlar yoki ginekologiya bo'limiga kirasiz. Mana bu yerda ayollarga tegishli bo'lgan barcha ginekologik holatlarga o't, uydo sababi va davo choralarigacha maslahatlar bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlar yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'k yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.